Ko'pchilik bemorlarimizga birinchi beradigan tavsiyamiz, ya'ni kasallikni oldini olish, vaqtida davolash bu 50% davo hisoblanadi. Hozirgi ko'rsatadigan bemorimizda, ya'ni revmatoidni artrit, u kechikib ketgandan keyin poliartritga o'tib ketgan. Shuni hisobiga kasalimizda juda ham kuchli og'riqlar, hozir misol kasalimizda umuman qo'llarda, oyoqlarda, harakatlarda juda ham kuchli og'riq. Bundan tashqari bo'g'imlarda juda kuchli deformatsiya. Opamizda revmatoidni artrit. Bu narsa opa necha yil bo'ldi sizda? 17 yil. Mana bo'g'imlar ko'rishingiz mumkin. Bo'g'imlarda deformatsiya bergan. Opamizda yana o'sha surunkali revmatoidni artrit, poliartrit hisobiga revmatoidni kaxiksiya bergan. Revmatoidni kaxiksiya ko'rishingiz mumkin. O'sha mushaklarda juda ham atrofiyaga uchrab ketgan. Mushaklarimiz juda ham kamayib ketgan. Yog' to'qimasi saqlangan holatda, lekin 17 yil bo'ldi dedingiz-a? Bu narsa asosan qanday rivojlanadi? O'sha revmatoidni artrit kasalligini vaqtida davolamaslik, undan keyin bee'tiborlik. Bu narsa kechikib noto'g'ri davolanish, noto'g'ri tashxis qo'yish natijasida yoki umuman davolanmasdan yurish natijasida mana shu holatgacha yetib kelgan. Bu deformatsiya, harakat o'zi cheklangan. Biron nima misol ushlayman desam ushlolmaydi hozir opamiz. Harakat juda ham cheklanib qolgan. Mana o'ng qo'lda ham ko'rishingiz mumkin. Holat juda ham og'ir. Kaxiksiya nima deganimiz? Opajon, kaxiksiya sizni tilingizda tushunarli qilib aytay. Ariqlab ketgansiz-ku, juda ham ozg'in bo'lib qolgansiz. Ana shu narsa kaxiksiya deb ataladi. Tushundingiz-a? Agar sizda ham bo'g'im kasalliklari boshlanayotgan bo'lsa, darhol revmatolog ko'rigiga murojaat qiling.